Bugungi mavzu elektron ta'lim boshqarish tizimlari, masofaviy o'qitish, ommaviy ochiq onlayn kurslar, modulli tizimi. Ushbu mavzuni 4 reja asosida ko'rib chiqamiz. Birinchi reja elektron ta'lim boshqarish tizimlari, ikkinchisi ta'limni masofaviy o'qitishning afzalliklari va kamchiliklari, uchinchisi ommaviy ochiq onlayn kurslar haqida, to'rtinchisi modulli tizimning umumiy tavsifi, tizimning afzalliklari va kamchiliklari. Elektron ta'lim boshqarish tizimlari deganda onlayn ta'lim jarayonlarini boshqarish, kuzatish, hujjatlashtirish va avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan dasturiy ta'minot tizimlari. Ular o'quv kurslarini yaratish, tarqatish, baholash va foydalanuvchilarga faoliyatini nazorat qilish imkonini beradi. Asosiy funksiyalari esa o'quv materiallarini joylashtirish, ya'ni video darslar, elektron kitoblar va testlar hamda shunga o'xshash boshqa resurslardir. Ikkinchisi talabalar faoliyatini kuzatish, ishtirok, topshiriqlar, natijalar va reytinglarni nazorat qilish. Uchinchisi test va imtihonlar, avtomatlashtirilgan baholash tizimlari orqali bilimlarni sinash. To'rtinchisi interaktivlik, forumlar, chatlar, vebinarlar va boshqa shunga o'xshash muloqot usullari. Integratsiya, bu boshqa ta'lim tizimlari va xizmatlari bilan bog'lanishdir. Mashhur LMS tizimlari: Moodle ochiq kodli va keng qo'llaniladigan LMS, Google Classroom maktab va universitetlar uchun qulay platforma hisoblanadi. Blackboard korporativ va akademik ta'lim uchun moslashuvchan tizim. Canvas universitetlar va kollejlar orasida ommalashgan platforma. Edmodo o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi aloqa uchun qulay tizim. Masofaviy o'qitish, bu zamonaviy texnologiyalar orqali ta'lim olish jarayoni bo'lib, unda o'qituvchi va o'quvchi jismonan bir joyda bo'lishi shart emas. Ya'ni ushbu ta'lim shaklida internet, video darslar, virtual sinflar va onlayn platformalar orqali amalga oshiriladigan darsdir. Masofaviy o'qitishning asosiy xususiyatlari: bu texnologiyalarga asoslangan ta'lim, ya'ni kompyuter, planshet, smartfon va internetdan foydalanish. Moslashuvchan ta'lim shakli: o'quvchilar istagan joyda va vaqtda bilim olishlari mumkin. Interaktivlik: video darslar, vebinarlar, forumlar va testlar orqali ta'lim berish. Shaxsiy yondashuv: har bir o'quvchiga moslashgan o'quv rejasi. Masofaviy o'qitish turlari: bu sinxron o'qitish, o'qituvchi va o'quvchilar bir vaqtda onlayn darslarda qatnashadi. Asinxron o'qitish: o'quvchilarga o'qituvchi tomonidan oldindan tayyorlangan materiallarni o'zlariga qulay vaqtda o'rganadi. Aralash ta'lim: an'anaviy va masofaviy ta'limning elementlari birlashtirilgan model hisoblanadi. Masofaviy o'qitishning afzalliklari: istalgan joyda o'qish imkoniyatidir. Geografik cheklovlar yo'q. O'quv materiallarining xilma-xilligi, ya'ni video, audio, elektron kitoblar va testlar. Xarajatlarni tejash: yo'l va yashash xarajatlari bo'lmaydi. O'qitish jarayonini avtomatlashtirish: sun'iy intellekt yordamida test va baholash jarayonlari soddalashtiriladi. Masofaviy o'qitishning kamchiliklari: o'z-o'zini boshqarish qiyinligi, ya'ni talaba o'zini intizomli tutishi kerak. Texnik qiyinchiliklar: internet yaxshi ishlamasligi va sifatli qurilmalar talab etiladi. Jonli muloqot yetishmovchiligi: an'anaviy sinf muhiti yo'q. Ommaviy ochiq onlayn kurslar: bu istalgan kishi uchun ochiq bo'lgan va internet orqali taqdim etiladigan bepul yoki pulli onlayn kurslardir. Ular oliy ta'lim muassasalari, ilmiy markazlar va yirik texnologik kompaniyalar tomonidan ishlab chiqiladi va odatda keng auditoriyaga mo'ljallangan bo'ladi. Uning asosiy xususiyatlari: barchaga ochiq, geografik cheklovlarsiz istalgan inson ta'lim olishi mumkin. Moslashuvchanlik: kurslarni istalgan joyda va istalgan vaqtda o'rganish imkoniyati. Turli sohalarni qamrab oladi: IT, biznes, fan, san'at, til o'rganish, muhandislik va boshqa yo'nalishlar. Interaktiv ta'lim: video darslar, testlar, forumlar, topshiriqlar va sertifikat olish imkoniyati. Bepul va pullik variantlari: ko'pchilik kurslar bepul bo'lsa-da, sertifikat olish yoki qo'shimcha materiallardan foydalanish pullik bo'lishi mumkin. Kurslarni qanday tanlash kerak? Qiziqqan sohangiz bo'yicha platformani tanlaysiz. Kurs reytingi va sharhlarini tekshirish, foydalanuvchilarning fikri muhim hisoblanadi. O'quv dasturi va sertifikat mavjudligini tekshirish, amaliy mashg'ulotlar va loyiha ishlari bor yo'qligiga e'tibor berish. Moodle bu ochiq kodli elektron ta'lim boshqarish tizimi bo'lib, onlayn ta'lim jarayonlarini tashkil qilish va boshqarish uchun mo'ljallangan. U o'quv kurslarini yaratish, topshiriqlarni berish, test o'tkazish, baholash va foydalanuvchilar o'rtasida interaktiv muloqotni ta'minlash imkonini beradi. Moodle dunyodagi ko'plab universitetlar, maktablar, korxonalar va nodavlat tashkilotlar tomonidan qo'llaniladi. U bepul bo'lib, foydalanuvchilar uni o'z ehtiyojlariga mos ravishda sozlashlari mumkin. Moodle tizimining afzalliklari: ochiq kodli va bepul, moslashuvchan va modulli tuzilma,
ko'p tilli interfeys, interaktiv o'qitish vositalari, avtomatlashtirilgan test va baholash tizimi, moslashuvchan o'qitish imkoniyati. Ochiq kodli va bepul. Moodle mutlaqo bepul va ochiq kodli bo'lib, istalgan tashkilot uni o'z ehtiyojiga moslashishi mumkin. Modifikatsiya qilish va qo'shimcha pluginlar o'rnatish imkoniyati mavjud. Moslashuvchan va modulli tuzilma. Kurs yaratish, testlar tuzish, hujjatlar yuklash va boshqa ko'plab xususiyatlarni qo'llab-quvvatlaydi. Kerakli funksiyalarni qo'shish yoki olib tashlash mumkin. Ko'p tilli interfeys. Moodle bir nechta tillarni qo'llab-quvvatlaydi, shu jumladan o'zbek tilini ham qo'shish mumkin. Interaktiv o'qitish vositalari, forumlar, chatlar, vebinarlar va guruh ishlari orqali talabalar va o'qituvchilar orasidagi samarali muloqot yaratiladi. Avtomatlashtirilgan test va baholash tizimi. O'quvchilar bilimini sinash uchun test va imtihonlarni avtomatik baholashi mumkin. Qayta aloqa tizimi orqali o'quvchilarga darhol natijalar beriladi. Moslashuvchan o'qitish imkoniyati. Moodle sinxron jonli darslar va asinxron mustaqil o'qish ta'lim shakllarini qo'llab-quvvatlaydi. Moodle tizimi kamchiliklari: texnik murakkablik, dizaynning murakkabligi, yuqori server talablariga ega, o'qituvchilar uchun boshlang'ich o'rganish davri. Texnik murakkablik: Moodle'ni sozlash va boshqarish biroz texnik bilim talab etiladi. Kichik tashkilotlar uchun maxsus IT mutaxassis kerak bo'lishi mumkin. Dizaynning murakkabligi: ba'zi foydalanuvchilar interfeysni biroz eskirgan deb hisoblaydi. Boshlovchilar uchun foydalanish oson bo'lmasligi mumkin. Yuqori server talablariga ega. Agar tizimda ko'plab foydalanuvchilar bir vaqtda foydalansa, yaxshi ishlashi uchun kuchli server talab etiladi. Agar noto'g'ri konfiguratsiya qilinsa, sekin ishlashi mumkin. O'qituvchilar uchun boshlang'ich o'rganish davri. O'qituvchilar tizim imkoniyatlaridan to'liq foydalanish uchun avval ma'lum darajada trening o'tishlari kerak bo'lishi mumkin.